يقول عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام. الله يكرمكم يا رب. أختي شو سبب أنه استقبلتي لباس شرعي؟ جاء علينا رمضان وبعد التحرير والنفحات الإسلامية والنصر يلي إجا الواحد بيحب هيك إنه يعزز إيمانه ويزيد ويكون أقرب إلى الله إن شاء الله. يعمل شيء لرب العالمين قول وفعل كمان ما بس قول. نعم الله يكتب أجركم يا رب. أحد أجبركم بلباس شرعي؟ أبدا نحن كنا ماشيين وشفناه وكتير حبينا اللباس وحبينا طريقة الدعوة وحبينا كيف هو ترغيب وليس ترهيب يعني. كتير حبونا مثل كأنه أخواتنا والله وأعز إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية أجر وثواب بميزان حسناتكم يا رب. بعدين حتى أنا من كتر شو انبسطت لأنه كان في عندي نية لاستقبال رمضان بالإسدال الشرعي. ما شاء الله. حكيت مع أختي وكمان هي نزلت لهون على الكورنيش مشان كمان إنه تحظى يعني بهالفرصة. إيه والله الحمد لله رب العالمين. أنتم من وين؟ من هون من طرطوس؟ من طرطوس المدينة. الله يثبتكم ويقويكم إن شاء الله ومبارك شهر رمضان علينا وعليكم على سوريا. ويتقبل منا ومنكم يا رب إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 28-fevral 2025-yil. Va agarda bugun muborak Ramazon oyining hiloli ko'rilsa, ertaga Ramazon oyining 1-kuni. Shu munosabat bilan biz hozirda Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida Suriya Arab Respublikasining Tartus viloyatidamiz. Ramazon oyi kirib kelishi munosabati bilan bu yerga biz tolib va toliba aka-ukalarimizdan, opa-singillarimizdan tashkil topgan jamoamiz bilan kelib, bu yerdagi qardoshlarimizni, dindoshlarimizning Ramazon oyi bilan tabriklab va Ramazon oyiga oid bo'lgan ba'zi bir savol-javoblar, nasihat ishlari olib borilmoqda. Va undan tashqari muslima opalarimizga, ya'ni muslima ayol kishining qadriyatini, milliyatini, ya'ni islomda qanday bir o'rni bor, islomdagi o'zligini bir tanitib, ijobat qilganlarga hijob libosi tarqatilmoqda. Alhamdulillah juda ham mana da'vat ishlarimiz olib borilmoqda. Bu yerda sohil Alloh taolo o'zi mana bu loyihani tashkillashtirgan, mana bu loyihani boshida turib xizmat qilayotgan barcha aka-ukalarimizdan, opa-singillarimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Qilayotgan mana bu xayrli ishlarni Alloh taolo o'zi oxiratda foydamizga hujjat qilsin, zaxiramiz qilsin. Aziz yurtdoshlar, mana Ramazon oyi kirib kelmoqda. Ramazon oyi toat ibodat oyi, saxovat oyi. Mana bu oyda qo'limizdan kelgancha atrofimizdagi nochorlarning holatidan xabar olib, mana bunday xayrli ishlarga qo'l uraylik, qo'limizdan kelgancha. Ya'ni ajab emas, qaysi bir amalimiz Alloh taoloning huzurida qabul bo'lib, jannat eshiklari bizga ochilsin inshaalloh. Aziz yurtdoshlar, siz ham mana bu loyihamizga ilm va ma'rifat, bu ya'ni nafaqat bir hijob, nafaqat bir kiyim, balki bu bir musulmonni, ya'ni aytib o'tganimizdek asl bir qadriyati, asl bir milliyati, ya'ni islomda oldinda o'tgan masalan fozila olimalar, fozilalar qanday bir kiyimda bo'lgan, o'zlarini qanday bir tutishgan, shu narsalarni hozir eslatib, shu da'vat ishlari olib borilyapti. Siz ham bizni mana shu loyihamizga hissa qo'shib, ilm va ma'rifatni yoyilishiga sababchi bo'ling. Alloh taolo o'zi barchamizdan qabul qilsin. Alloh taolo o'zi barchamizdan rozi bo'lsin. Hayosiga bo'libdi yo'ldosh, Firdavs jannatinda topsinlar qo'nim, g'oyibona sevdim sizni ey dindosh, hijob bilan o'ralgan gulim. Shariatdan tortmadi bo'yin, amal qilmoq bo'lsa ham qiyin. Shariatni qilmagay o'yin, hijob bilan o'ralgan gulim. Zulmat ichra oydek nur sochar, otasining nomus oridir, faqatgina yoriga ko'nglini ochar. Hijob bilan o'ralgan gulim. Shariatga qilib rioya, al-haq amrini qilmadi zoya. Arshi a'lo bo'lsin sizlarga soya. Hijob bilan, iffat bilan o'ralgan gulim, azizlikka burkangan gulim. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli bilan hozirda endi ishimizni tugatib ketamiz tursak, juda ham ko'p sonli opalarimiz kelishib, hozir olib kelgan hijoblarni kiyishyapti birma-bir. So'rayapmiz, ya'ni nimaga, ya'ni sizlarni borishga majburlayaptimi bu libosga deb so'raganimizda albatta yo'q. Biz shu Qur'on va hadisdan eshitib, o'zimiz qanoat qilib, bu narsani
bu shar'iy libosni kiyishlikka qaror qilyapmiz deb turib degan javoblarni olyapmiz. Uxti bas mumkin tahkina anhu shu sabab istaqbalti libas shar'iy. والله من زمان كنت حابة أختي هالخطوة الحلوة تجاه رب العالمين، وبسمع بالقرآن أنه دائما وقت بقرأ بالقرآن بشوف أنه لازم الواحد يغطي كل شيء، ما يبين منه شيء ولا يصف ولا يشف أبدا. الحمد لله رب العالمين يوم اجيت هون وما بعرف كيف لبسته، رب العالمين طعمني إياه يعني سبحان الله، طعمه من رب العالمين، هداية دائما هيك. الحمد لله. حجاب شرعي، لباس شرعي. أول شيء رب العالمين أمرنا فيه. نعم. أختي أنتم حضرتم من بالجلسة؟ شو سبب استقبالك للباس شرعي؟ أنا حبيت نعم. في أحد أجبروكم مثلا طيب أحد أجبروكم مثلا تلبسوا لباس شرعي؟ لا أبدا أبدا، معاملة كثير حلوة والأخوات كانوا كثير مناح معنا. نعم. بس نحن هيك حب مننا لبسنا. نعم. وهن هدايتهم إنها كثير حلوة يعني كانت. نعم. هلا أنا من زمان بلبس أنه لباس طويل. نعم. الحمد لله رب العالمين، بس كنت حابة ألبس هيك، خصوصي رحت على أدلب شفتهم كلهم هيك لابسين. نعم. حسيت حالي ما حلوة قدامهم، وقت لبست هيك حسيت حالي أحلى. أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. Alhamdulillah bugungi tadbirimizda 200 ga yaqin faqat niqob va undan tashqari yana 100 ga yaqin komil shar'iy libos tarqatildi. Alhamdulillah. Alloh taolo o'zi bu hijobni o'raganlarni o'zi sobit qadam qilsin va ushbu qilgan amallarini Alloh taolo o'zi nomay amallariga hasanat qilib bitsin.